BYD Yashnobodda batareyani portlatdik. Ha, adashmadingiz, batareyani portlatdik. O'zi ham hech qanaqasiga o'chmas ekan. Odamlar hayron, nima bo'pti bu yerda deb. Sizlarga ham qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, birinma-ketin nima bo'lganligini aytib beraman. Shu desanglar BYD avtozonda BYD akademiya kuni bo'layotgan ekan. Yashnoboddagi filialda kirishinglar bilan shunaqa chiroyli atmosfera va sovg'alar bilan kutib olishyapti. Ko'p kutirib o'tirmasdan BYD servis kuratori Ali aka bizga BYD Blade Battery haqida chuqur ma'lumot berib o'tdilar. Bu yangi avlod batareyasi bo'lib, butunlay xavfsizligini o'z ko'zimiz bilan ko'rib amin bo'ldik. Keyin bo'lsa servisga qarab yo'l oldik. Ertaga muhitdan xabar olib, srazu crash testga navbatda berib yubordik. Birinchi bo'lib BYD Blade Battery akkumulyatorni katta bosimda teshishdi va unga hech balo ham qilmadi. Suv bo'ladimi yo boshqa ofatlar hammasiga chidab, inson sog'lig'i uchun bezararligini namoyon qilib berishdi. Undan keyin bo'lsa oddiy litilik akkumulyatorni teshishdi. Va o'zingiz ko'rganingizdek, u portlab hamma yoni dabdala qildi. Yaxshi ham BYDning tagida bunaqa bomba turmaydi, bo'lmasa odam точно tirik chiqmasdi. Endi xulosa o'zingizdan. Izohlarda fikrlaringizni kutib qolamiz.